Davay, so'ray opam aytirdi, davay. Butun musulmon xalqidan, butun aka-ukalardan uzr so'rayman. Qolganlarga ham ibrat bo'lsin-da. Qolganlarga ham ibrat bo'lsin. Qattiq gapir. Butun Bunaqa rasvoy efirlarni qilmagin ikkinchi. Qolganlarga ham ibrat bo'lsin-da. Hozir boki, bu yerda boki bitta ikkita gandon. Yo'q, to'xta. Bu yerda bitta ikkitalar boki, umrida manet sotib olmay, uni efirdan sunduq yig'ib yurib, sanlarga boki bir ispaniya uchun taylab yurgan bitta ikkita jujalar bor-da. Ular o'ylashi mumkin. Ha, bilan borib olib ikkita uchtang o'zingcha unga pichoq kelib suyakka qadaldi. Pichoq kelib suyakka qadaldi. Pichoq kelib suyakka qadaldi. Shoshmay tur, qolganlar biladi. Ol u telefonni qo'ldan. Alo. Ha, o'chirib efirda. O'chir efirda. Mana Qo'lingga olmay o'chir. Men ushlab turaman. akalar, ukalar, opalar, singillar. Qaytib u buxta yemayman. Qaytib u buxta yemayman. Men kechiring. Sen O'zbekiston fuqarosisan. Yozamiz shuni? Sen qaysi davlat fuqarosisan? O'zbekiston. Nima o'zbeklarni so'kasan buni? So'kkan emas, men O'zbekiston. Hozir O'zbekistonning onasini deb so'kasan. Yo'q, hech qachon aka tepada ertalabgacha eski video deyishing mumkin, lekin hammasini dokazatni getirdi. O'zbekistonda so'kmaganman lekin. O'zbekistonda so'kmaganman. Qulog'im bilan Ko'r bo'laman. Mana shu yerda o'tirganlar eshitib olsin. Hozir Xudo xolasa sandan keyingi ochiladi. Rahimga. Rahimingni ham onasini yigit siqaman. qilishmagin buni. Seni oshirib deyman. O'chir efirda. Videogacha qo'yib beraman. O'chir, qo'lingga olmay o'chir. O'chir qo'lingga olmay. O'chir naxi biladi.